Salon jigarlar hammaga bugun sizlar bilan Fayko 100 kunlik challenge, Minecraftda 100 kunlik challenge olamiz. U qanaqa bo'ladi? Minecraftda 100 kun yashaymiz. Hali hech qaysi bloger qilmagan desa yolg'on bo'ladi. Shundan biz birinchi kun har bitta kunimiz 15 minutlik bo'ladi. Bu 1.20 versiyasi. Nargi versiyalar aytmayman, reklama bo'ladi. Mana ko'rsayman, unaqa narsalar qo'shib bergan sizlarga. Shundan birinchi kunda qishloq topqardim. Sizlarga aytmadim. Hop, jigarlar. Kirib ketdi boshqa narsaga. Hop. Sizlarga bularni tanishtirib o'tsak, eventlarda birinchi kun ip topishimiz kerak. Nima desanglar, men sizlarga 1.21 versiyada foydali bo'lgan narsalarni birinchi kunimda sizlarga aytib o'rgatib o'tib ketaman. Ertalab bo'lsam yaxshi bo'lsa kerak menimcha. Hop, jigarlar. Birinchi yozib ketamiz. Birinchi kun. Enter. Hop. Har bitta kunimizni yozib bitsak, shunda 100-chi kun adashmaymiz. Endi bizga daraxt kerak bo'lmaydi, chunki biz sizlarga o'rgatishimdan oldin daraxtlarni qazib qishloqda qoldim. O'zim 3 soat vaqtim ketgan shu qishloq qidirishga. Chaqib bo'lmaydigan qo'ydim. Sizlarga nima ko'rsatsam bo'larkan, yangi kelgan narsalar. Kreativga o'tkazib ko'rsataman. Sizlarga nima kirib ketaveradi. Mana shu klaviatura ham bo'lmaydi. O'zi magnitli klaviatura bo'lmaydi. Shuni ham olganman. Hech bo'lmagan sizlarga ko'rsataman kelgan narsalarni. Har bitta videomizda 2-3 kun ishga harakat qilaman. Hop. Hadi. Nima ovqat yog'otdi? Undaqada borib qatishloqladi. Mana. Qo'shildi. Bu narsada sizlar nima qilasizlar? Aytib o'taman. Sizlar masalan bitta ursanglar, mana shu narsani ichiga narsalaringizni solib qo'ysanglar bo'ladi. Hop. Mana loy kerakli narsalar mana moddiy mana shu yerda ko'rsatib turadi. Sizlarga aytishimdan maqsad shu edi. Hop, yana o'yin oxirlarida sizlarga ko'rsatadigan narsalarim ko'p. 100 kunlik challenge'imiz oxirigacha ko'rsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, 100-chi kunda random odam aniqlab o'zimizning sovg'alarimiz bor. Keyingi videoda biz Hero Brain'da video olamiz. Sizlarga oldin aytib qo'ymayman. 100 kunlik challenge'imizni oxirsida sizlarga aytadigan gap bor. Hop. Bu aytadigan narsamni oxirsida eshitib juda xursand bo'lishinglar aniq. Qochamiz endi. Qochmasak aniq o'lamiz. Sam orqamizdan kemakdi yo'q. Ular aldiydigan gobliklar aldiydigan birisi bor, qarang. Oldiga borishim bilan qishloqqa o'tir. Mo'g'lar qay. Mas'uliyatni shuni qaraydi. Maddim.
severadi buni shunaqa yomon odatlar bor. Hadi. Hop. Vay. Bo'lib qoldi-yu. Video hech qanaqa montaj qilinmaydi. Sizlar uchun mod qo'shilmaydi. 100 kunlik chellenjimizni oxirgi kunda biz 101 kun turib boss, ya'ni dragonning oldiga boramiz. Quruchqa deyishga zo'r ekan. Quruchqa shunaqa qilgan. Qishloqlarda bo'lmaydimi? Men hozir urdim ekan. Ishti paydo bo'lgan. Biz o'zimizga uy qurishimiz kerak. Qishloqlar nima kambag'al bular? O'zim qishloqlar boyvachcha millioner bo'ladi. Mana, senga uy. Ikkinchisi bo'lmasa agar temirchining daraxti qiladi endi. Hop. Nima qilsak? Tez odam oldu.
lekin bu yilgi qo'lda shundan hop kech tushyapti. Ikkinchi kun ham kiradimi deyman. Mustaqillaydi degan so'zlarni eshitgan bo'lsanglar like bosasizlar. Hop. Sezarga borib qora qizil qal'ani unaqa bilan to'shaklar bilan portlatamiz. Birinchi kun nima? Birinchi kun. Ko'rdinglarmi, bitta videoda ikkita kun o'tkazdik. Ularni yig'ib qo'ysak xalaqit bermaydi bizga. Hammasini bitta videoga qo'ysak. Ikkita bo'pti, ikkita kiryapti. Bu jigarimizni biza to'xtab tur. Menga temir kerak. Kerak edi. Voy, o'ldirmas qirt. Uyimizni topamiz bir pasda. Chunki unchalik uzoqqa ketmadim-da. Ana, aytdim-ku. Unchalik uzoqda o'zi shundoq sizlar birinchi qismni ko'rgan bo'lsangiz, shundoq mana shu oldida paydo bo'lib qo'yganmiz. Unaqa hech narsa yozmaganmiz. Hop. Sanma o'ldi. Kevali pichog'im ovali. Lekin ovali keb o'ldiraman. Hop. Narsalarimizni olib. Qanaqa o'ldi? Mana. Bu yo'llab kelsak. Bo'ldi. O'ldirish, qishloqqa hech narsa sotmasam. Hop, jigarlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Jigarlar nimaga deb aytganim sababi, sizlar 100 kunda professional Minecraftchi bo'lib ketasizlar. Hop, video yoqqan bo'lsa like, podpiska, komment.